gap qila. Aka, men cho'qim qaytirib beraman. Menga yana biza vaqt bersang bo'ldi. Bo'ldi, sening yoshig'idakmi, hech qanday ahamiyating qolmabdi. Jinondan judolam qildi seni. Ya aka, herkes anladı ben men cho'qim qaytirman. To'q qaytirib beraman aka. Men hozirlam amallik qaytirib beray aka. Men biza vaqt beram. Yur!吓死我了！有什么好怕的？把你吓成这样。你们俩怎么了？这么晚跑过来干嘛？也不给我打电话。哎，我们有非常重要的事情跟你商量，所以直接就过来了。什么事儿？就是我们想重新创办你的公司。我不能这么做，那么多资金投给我的公司，那你们怎么办？这绝对不行。这有什么的？等你发展好了公司，把资金还给我们不就行了吗？我现在没有资金再发展这个公司，但还是感谢你们好姐妹。没办法了，姐妹永存呢。Qayturay jinim aka. Qachon qaytirsa? Biza vaqt bering jinim aka, men cho'qim qaytiraman. To'xta, buni urayvergan bilanmi, aytgan buningda pul yo'q. Buning tutamay jumaylayapti biz seni. Lekin bu yana qechib yurishku. Yo'q aka, jinim aka. Qochmayman. Yana qechib qochmayman aka. Qochmayman, men cho'qim qaytirib beraman aka. Yo'q, qochmayman. Acayip bir sakatdınız ya meni. Nerede? Buradan düştüm bu. Nima bu? Bizning şirketdan buradan chiqargan maqsadimiz. Yüzçaplar. Yüzçaplar? Buni men ish qilmayman ha. Voy ish yilting hozir o'g'illarni cho'qim terisini asirimiz bo'lmaydi emasmi? Mening maslahatim tursa siz cho'qim ish yiltishingiz kerak. Ma'qul. Aras. Bu teksan nima ish qo'shilmaydi ekan? U bir shirkatni o'zi 5 yil ish qishiga ishonmaydi ekan. Unda olsa sizlar qanday o'ylaysizlar? Hozircha bilmayman. Bir gap bo'lib qoldi. Aynadir? Aytishna. Tushlik tomoq yemagansiz, men siz tomoqqa g'ash beray. Yo'q, yemedim. Og'rib qolasizmi? Voy, yo'q, siz qilmang, men osh terapiyat o'tgan ishim bor. Ha, unda Osman mush uydajmi? Ma'qul. Ma'qul. Bo'ldi, yili bag'ini ko'rishaylik. Xo'sh.
Nimada tuz kelgandi? Ha, mana. Ana. Teşna. Sen nimdat kelding? Yo'qol. Hozir yo'qol. Teşna. Gipimni alam Teşna. Gipimni alam Teşna. Gipimni alam. Yiqilganman. Hargiz yiqilganman. Teşna gipimni alam tushundim. Sen qaysi ona kelding? Hozir yo'qolmasam, men saqchiman. Teşna unda qilma, o'tinib qolay. O'tinib qolay Teşna unda qilma. Ben size ağır bıraktım yandan so'rab keldim Teşna. Agar qarzini berolmasam ular meni o'ldirib ketadi. Yordam? Men sana qanday yordam qila olayman? Endi men hamma pulini sen tugatding-ku. Oldinda o'lib bersam pul shundami? Darhol yo'q qila. Teşna ağır bıraktım yordam qilam, unda qilma. Bana hakikaten pul lazım Teşna. Menda pul yo'q G'ayrat. Qaysi pulni sizga berman? Endi mush kunga siz qoldirib qo'ydingiz, uqdingizmi? Teşna azroq bo'lsin bana yordam qiling. Menda pul yo'q. Kira. Ha. Buni bir qo'ptirmayasizlar? Yo'q. Shu pulni vaqtida qaytarib, bizkilar bitim chiroyli ko'rshamaymiz deb ham hisob qo'ydik. Ha, yaxshi qilibsizlar. Menimcha uningga ozroq vaqt beraylik. Pulni o'zi ishlab tepib, anadiga qaytarsin. Va qo'rqitayotsanlar, yomon yo'l kirib qolsa yana. Bo'ldi, ma'qul aka. Savdoda hamkorlashsak bo'ldi. Lekin raqobatni odil qilishimiz kerak. Bunun ustiga sen tatib olmagan shirkat mening do'stimlik. Tushungan bo'lsanglar bo'ldimi? Xo'sh. Teşna, qo'sqingiz yetib ketdi, ha? Hozir kelyapsizmi? Bu kim o? Sen kim o? Men Vaymaychi. Ha, Vaymaychi. Vaymaychi ishga kiriblam, qo'rsinlashma deb kiramda. Qachon ishkinlarni munosib va shundami? Qahvina. Xato tushunma. Hech qanday munosabatimiz yo'q. Men Vaymaychi shu. Bundan Teşna. Asli shu bir Vaymaychi uchun meni tashlab ketmoqchi bo'libsiz-da? Shundaqmi Teşna? Og'zingizga beqib gap qilishma G'ayrat. Voy, undoq emasmi? Bilma, ishkinlarning-chu cho'qqim munosabati bor. Ha? O mening do'stim, nima bo'pti? Qarang Teşna. Bugun ya pul berasiz, ya uydan ketmang. Sizga bagidek pul yo'q G'ayrat, nima qilsiz? Chorim yo'q. Aytadi. Andijon, Tashnani ikkinchi iziga cho'mi. Tushunami? Bo'pti. Bergan pulimni o'zing. Hali mahkamsan. Nodir, beksat bo'ldi ya. Hech qisi yo'q. Tomoq issiq deyalar. Bo'lmasa so'yib qolsa o'xshamaydi. Rahmat. Mushundoq inkoslarni berish orqali bizni qo'llig'ingizga ko'pdan ko'p rahmat. Sovg'atligimiz bilan birga solamiz amalni. Bayxuma. Hey, Teşna'nın yeni o'g'ildo'z deb bag'indan xabaringiz bormi? o'g'ildo'z? Ha, shu. Hozir men izlab borgandim, uchrashib qoldi.
Men sizga uni avara qilmoq desam, yana izlab bardingizmi? Yana o'lib olsin deyotgansizda siz. Huma, menga avarga bir qitim pul berib tursangiz bo'ldi. Agar men pulni qaytarib bermasam, ular meni o'ldirib yetadi. Kechiring g'ayrat, men sizga yordam qila olmayman. Undaq qilmang Huma. Tunishqinimizning necha yilligini deb bo'lsa, menga avarga bir qitim yordam qiling. Men sizga va'da beraman, pulingizni cho'qim qaytarib beraman. Men sizga pul berib tura olmayman. Biroq pul topadigan sharoit yaratib beray. O'zingiz teping. Bo'ldi, xo'sh. Voy Huma, voy.睡着了。 Rahmat. Aras boy sizni qartib qo'yib tomoq yeyuribdiman-ku. Voy yaqay. Bu meni ochliq yod ko'ramsiz? Yo'q. Men tomoq yeb kelgan boy. Ha, undan bo'pti. Aras alboy g'ayratga bergan pulingizni undidardi alat beray. Ay, nədiki qılıqlanıq. Bu pulni men o'zim xohlab berdim. Ha? Hech qanday teshib ketmaydi pullar. Shu asli o'zim beray degandim, lekin uni davomli pul berib ko'ndirib qo'yibdim-a. Ikkilar qitim yana izlab kelmisin deb tushunmayman. Aslman har qanday ishni hal qiladigan usul bo'ldi. Hal qilamiz. Haqqo.